Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. MDF eshiklarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bizda faqat bilasizlar, original MDF eshiklar tayyorlash, o'rnatish xizmatlari bor. Bu mokri rangdagi eshigimiz Ayfaga juda ham mos tushadigan eshik. Tilla taroqli uslubda, yangi chiqqan uslubda bilasizlar, ikki taroqli nalichkalari bilan. Ko'pchilikda bilasizlar, nalichkalar turib o'tsa oddiy bo'ladi. Bizda taroqlarni bir-biriga chiroyli qilib fasonlarni keltirib tayyorlab qo'yganmiz. Xo'p, rezinkalari bo'ladi, yaxshi zamoglari bilan 3 tadan oshiq mashqlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana orqa tomonda 3 tadan oshiq mashqlari bor. Xo'p, bu krashin eshigimiz original eshiklar qatorida eshiklar, tilla taroqli uslubda bu ham. Bu eshikka krashin eshikda uslubi ko'chirilgan. Ozroq bu 1,5 million so'mdan chiqadi donasi. Bular 2,5 million so'mdan boshlanadi. Krashin eshiklar, bu high-tech eshiklar 1,5 million so'mdan bo'ladi. Bu faqat original high-tech eshik, ozonaga bir-biriga solishtirmasdan o'z ko'rinib ham turibdi. Mana tamom bo'lib, rezinkalar bo'ladi, zamoylar bilan, ustunovkalar bilan, dastavkalar bilan bo'ladi akalar. Bu aplatni eshigimiz laminat holatda, korishniy rangdagi eshigimiz. Bu krashin eshigimizning taroqsiz varianti, juda ham sifatli chiqqan. Bu ham lok bo'yoq mahsulotlari originaldan turetskiydan sepilgan. Xudo xolasa ancha yillar xizmat qiladi. Korishniy rangda high-tech eshiklarimiz soxlay rangda tayyorlab o'rnatib beramiz. Vodiy Toshkent bo'ylab dastavka ustunovkalari bepul bo'ladi. 4 tadan boshlab akalar voha viloyatlarga kelishgan holda o'rnatib olib borib beryapmiz, xudo xolasa. Manzilimizga kelsak akalar, manzilimiz Quvani yo'li, Beshko'cha, Yakatutda, Toshloq tumanining yo'li. Toshloq tumani Zarkentdan o'tganda Quvani yo'li akalar. Xo'p, shunda yo'lda bo'yida seximiz masjidning yonida orientir. Seximizning ichkari tomonlarini ko'rsatib o'tamiz akalar. Shatlanka eshiklarimiz tayyorlanyapti. Mana krashin eshiklarimizga shatlankalar juda ham sifatli, ideal holatda, qirmasdan, shilmasdan tiniq qilib kraskalarni sepib tayyorlayapmiz. Bu bitgan holati ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda. Bu tomonda oynali varianti, pastdagi mana двойной обкладный bo'lib zo'r chiqqan oynalarni tuman oyna bo'lgan, oppoq oyna bo'ladi, tumanli oyna. Tomonda ham mana bitgan eshiklarimiz yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Gap isboti bilan akalar. Juda ham sifatli, choklari ham, silliqligi ham hamma yo'g'i yaxshi holatda bo'lgan. Mana ko'rsatib o'tamiz. Tiniq holatda tayyor bo'lgan. 08 lik MDFdan tayyor bo'lgan. Bu tomonda ham mana sepib tayyor bo'layotgan eshiklarimiz, romlarimiz bu. Romlar bular. Endi bu ikkinchi sloy sepildi, yana 2 sloy sepiladi, 4 sloy sepiladi jam bo'lib. Apklatlari ham yaxshi holatda chiqqan. Choklari yo'q, mana yonlarida tiniq holatda bo'lgan. Bitish jarayonida. Xo'p, bu tomonda mana shatlankalar bo'y uzullari bor. Bu bir qanotli eshikka mo'ljallangan, ko'rishingiz mumkin, shuni ichiga tushadi. Shatlanka eshigi bu ham oynali yopiq varianti, narxi o'ynamaydi, bir xil chiqadi. Oynalari bilan o'zimiz o'rnatib beramiz, xohlagan oynadan chiqarib beramiz. Bu korobkalari eshiklarimizda qalin korobka bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Mana juda ham sifatli. Bu MDF korobkadan ko'ra, yo eshik yoniga korobkasi MDFdan ko'ra bu juda ham uzoq yillar xizmat qiladi. Samarasiz shuruflarini yaxshi ushlaydi, yerga qo'yib olmaslik uchun yaxshi xizmat qiladi. Sasna taxtadan bo'lgan. Bu soylari, davor soylari ochilgan, mana davorlari bor. Polni aylanib devorlar yoniga o'rab beramiz. Devorlar o'rab berish xizmatlari ham aytgan narximiz ichida bo'ladi. Old tomonda nalishlik bo'ladi, orqa tomonda ashkalar bilan ichida bo'ladi akalar. Yaxshi zamoglari bilan tayyorlab o'rnatib beramiz. Kimga shunaqa sifatli original MDF eshiklar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Pastga nima qo'yib qo'yamiz. Shu nomerga telegramlarimiz ham bor. Nomerda bemalol yozsalaring, kataloglarimiz bor. Juda ham chiroyli rang fasonlar bor. Kuzatishda davom etasizlar. Kanalga a'zo bo'lmagan akalarimiz a'zo bo'lib qo'yasizlar. Yangi fason ranglarni ko'rib borish uchun akalar like bosib, kerak odamlarga MDF eshiklar qidirib yurgan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.